Assalomu alaykum. Sizlar bilan bugungi ko'radigan misolimiz modulli tenglama. Agar x ko'paytirilgan modul ichida x + 1 teng a tenglamamiz a 1 dan katta bo'lsa, nechta yechimga ega bo'lishini topishimiz kerak. Buning uchun biz x ni ikkinchi tomonga bo'lish qilib o'tkazamiz va quyidagi tenglikni hosil qilamiz. Bu yerda modulli funksiya va kasr chiziqli funksiya mavjud. Biz bularni nechta umumiy nuqtada kesishini topa olsak, tenglama nechta yechimga ega ekanligini topamiz. Buning uchun bularni grafikni koordinatalar sistemasida tasvirlab olamiz. Modul x + 1 ning grafigi mana bu ko'rinishda bo'ladi. A taqsim x a 1 dan katta bo'lganligi uchun a taqsim x funksiya grafigi mana bu ko'rinishda bo'ladi. Ko'rib turibmiz, funksiyalar bitta umumiy nuqtaga ega va bitta nuqtada kesishyapti. Mana shu tengligimiz yechim bo'ladi. Demak, tenglama bitta yechimga ega.